Pa. Maza qilib kompyuter o'ynab turibman. Aytgancha, barchaga salom bo'ldilar. Meni ismim Shahis va meni video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar yaxshimisizlar bo'ldilar? Mendan so'rasanglar hammasi joyida. Ya Shahis. Va. Obo, kim kelibdi ekan? Yo, oh my god. Qishloqqa yaxshimisan? Juda ham xursand ko'rinasan. Ha, yaxshiman. Yur ortimdan. Nima uchun? Ha, yur ortimdan ko'p gapirmasdan men zo'rdan ko'rsataman. Xo'p, mayli, let's go bo'lmasa qayerga ketib qoling? Oho, juda ham tez yurishini. Obunachilar qani nimani ko'rsatayotgan bu menga? Yurchi ortimdan yur ortimdan. Bu nima bo'ldi? Buni men 10 ta zumradga sotib oldim, zo'rmi? Yo'q, bu eski tusgan narsalar-ku. Qanaqa eski tusgan narsa? Buni qara, juda ham zo'rligini. Yo'q, buni qara, bularning eskiligini, sal yana bunday eskiroq. Ya, tushunmadim. Nima deyapsan? Axir eski emas. Men buni 10 ta zumradga havasini sotib oldim, zo'r savdo qildim. Mayli, agarda zo'r savdo qilgan bo'lsang, mayli. Lekin nima desam bo'ladi? Yo'q, bu zo'r savdo emas men uchun. Nima deyapsan? Ha, mana sen o'ylayapsanmi? Sen bilan ham vashi bormi? Sen bilan endi do'st emasman, tushundingmi? Men senga ishonibman. Qizimdan kulishingni qara. Bo'ldi, yo'q, uzr. Ey, nima bilan musorni tashlayapsan menga? Musor emas, bu sen musorsan, tushundingmi? Yo'q, qanday men musor bo'lishim mumkin? Ya, bola boshim og'ritma bo'ldi, ket, ko'zimga ko'rinma, tushundingmi? Shahis, sanama. Ey, to'xta, mayli, kechirasan. Endi kechirishimni bor-ku, endi shuni ko'rasan, tushundingmi? Ey, o'zingni bos, ey, nimalar qilyapsan? Yo'qol oldimdan. Sanama. Bu nima bu? Sanama shay bo'lmasin. Eski narsalar ekan-ku, musor. Sani hozir kim musorlarga ko'rsatmayman. Yo'qol. Shahis. Qanday qursin? Tura yo'qolay oldimdan. Mayli. O'zing bilasan qishloqqa. Xo'sh, obunachilar juda ham g'alati. Nimaga bunday aniq qilayotgan ekan? Jahl qilib ketdi. Axir men to'g'ri gapni aytdim-da. Aytgancha obunachilar, sizlar meni YouTube kanalimni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, mana shu yuqoridagi 40 mingtalik kanal endi bizniki bo'ladi. Bolalar shunday o'tib like, podpiska o'zbekistonlar qilib qo'ysanglar, o'sha yerda har hafta videolar chiqib turadi. Bu kanalga kelsak, bu kanal nima desam bo'ladi? Bu kanalda ham videolar chiqaramiz. Albatta 10 mingta videolar qilganlaringizdan keyin ma'lum sakrashini. Albatta 10 mingta video, 10 mingta podpiska qilganlaringizdan keyin bola chotki anovi sovg'am bor. Ya'ni qanaqa sovg'a deydiganlar bo'lsa, bola ini stream qilamiz chotki va biz Hoy, nimalar qilyapsiz? Bolam, yaxshimisan? Ha, yaxshi, otaxon, yaxshimisiz? Ayiqda oldimda, hech kim ko'rmay indamaysizlarmi? Yo'q, gapirmaymiz, olib ketavering, mayli, ayiqsiz. Qanday ayiqda o'g'ilsiz? Endi bilasan bolam, men kachokmanda voy bo'pti. Mayli, bo'pti, janob, hurmatli yo hurmatsizmi? Kim bo'lsa ham juda ham g'alati. Yo'q, ketib qo'ygan, вообще. Nima deyotgandim? Ha, 10 mingta obunachi bo'lganimizdan keyin ajoyib bu g'aroyib videolar, ya'ni nima edi, men streamlar qilamiz va obunachilar, meni Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar, sababi 1000 ta obunachi bo'lganimizdan keyin men o'zimni mayli, o'tgan safar ham yuzimni ko'rsataman degandim, mayli, lekin endi realni ko'rsataman, chunki bola o'zi bor. Mana shu Sigma ham gigacha durust bo'lib ketgan, yo deydilar. Okey, xo'sh, men hozir men polizimni ekinlarini chotki babaqib tashlashim kerak, shu sababdan tirs qilamiz. Bola o'zimizning polizimiz ajoyib. Mana bir ishton qilib ketibdi. Bormi buni? Endi qanday qilib tushunsam bo'ladi? Buni qaranglar, bir ishton qilib ketgan. Endi вообще bor-ku, вообще asab. Xo'sh, yaxshi, mayli. Voy, tushmadim. Grifermi? Voy, Grifer. Voy, sanimi? Hozir men telefonim bilan uraman, to'xta. Ya, nimaga meni telefoning bilan urasan? Normal gapir, nimaga jiddiy gapiryapsan? Hoy, mana urdingmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga qanday urishdi. Hozir men ham senga ko'rsatib qo'yaman, to'xtab turdi. Hech narsa meni qurmagan. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, buzib tashlab ularni barchasini, sanimi? Voy, obunachilar buni qaranglar qanday qurib ketganini. Voy, tezroq to'g'rilashim kerak. Tezroq to'g'rilashim kerak. Buni qaranglar, grifer kelganini. Ajinurgur, hozir men senga ko'rsatib qo'yaman qanday qilib. Voy, nimalar qilyapsan? Voy, sanimi? Hozir ko'rsatib qo'yaman obunachilar. Hozir shunday mana bularni olaydi. Yaxshi. Hop, obunachilar, to'xtab turinglar. Xo'p, hozir menga mana bu narsalarimni olaman. Yaxshi. Mana shunday, buni kiyib olamiz, buni bunday qo'yamiz. Bunday qilamiz. Hoppa. Hop, yaxshi. Ana endi ko'rsatib qo'yaman men bunga. Qo'y. Qanisa? Voy, sanimi? Yo'qol. Voy. Ha, tegdi. Voy. Voy, obunachilar, men bu
ta'sir qilmayapti, uni qaranglar. Yetib qolyapti. Ay. Ya to'xta. To'xta. Ha, sanami. Umuman foydasi bermayapti, boru. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Ya. Xuddi bir kelib. Qayerga ketdi? Qayerga ketdi? Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Hozir mana senga yo'qolib ket. Bu ehtiyot bo'lishim kerak, men tent portlab ketadi. Tegmaslik kerak tentiga. Boshimni og'ritma, uy quryapman, ko'rmayapsanmi? Ko'rib o'tiribman. To'xtanglar, menga boshqa reja kerak, menga boshqacha reja kerak, obunachilar. O'xshamayapti-ku bu. Bilasanmi nima? Endi meni urolmaysan. Men juda ham zo'r o'qlarga qarshi ishlar qila olaman. O'qlarga chap bera olaman, tushundingmi? Mayli, Grifer, lekin nimaga bunday qilyapsan? Nimaga qilyapman? Seni qishlog'ingni portlataman-da. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Men senga qishloqni qanday qilib portlatishdi. Hozir qandaydir qilishimiz kerak, portlatishimiz kerak. Men bilan buzib tashlashim kerak. Buni qaranglar. Vapshani o'qib tashaganini. Hozir o'yla, shahis. Buni qaranglar qanday qurganini. Nima qilsam ekan? Xo'sh. Bularni birinchi o'rinda tozalashim kerak, portlatib o'rmasligi uchun. Mayli. To'xtanglar. Men hozir mayli, bilganingni qil degandek qilib, o'zimcha uyga kirib ketib, keyin uni mamni pistoletim bilan buni otsam bo'ladi demoqchi edim. Nima qilyapti bu yerda bu? Voy, qarg'a! Qarg'a, obunachilar, men qaranglar, qarg'a hech ko'rmaganman. Voy, qarg'a! Minecraftda qachon qarg'a qo'shildi? Voy! Uchishini juda ham tez uchar ekan. Voy, qarg'a! Voy! To'xta, olma beraman men senga. Voy, Minecraft e'tibor ham bermayapti. Juda ham g'alati. Voy, sanami? To'xta, qayerga boryapsan? Qo'y, merda uyga kirma. O'zim bilaman, tushundingmi? Voy, sanami? Mer uzr lekin. Nima bo'lyapti? Endi bak, qishlog'ingni portlatib o'raman. Mer asamga o'ynaganing uchun o'tgan safar. Qo'y. Bu mer o'zim hal qilaman. Siz faqat xavotir olmang. Tezroq hal qilib, buni qara nima qilyapti? Ha, qishloq juda ham ras o'qib ketyapti, boru. Hozir ko'rsatib qo'yaman men bunga. Hop, qayerga ketyapsan? Hozir men shunday quraman. Hozir bir men o'zim narsalarimni olib kelaydi. Esimdan chiqib ketib qolibdi. Yondiradigan yong'ochmi, o'shani olishim kerak. Hozir men kema qaytib, tushundingmi? Men o'zim bilganim qilaman. Sanami? Jonurson, nima qilsam ekan endi obunachilar? Vapshe o'ylab qoldim. Miyam qotib qoldi, boru. Bu hozir men bu tentaga tegib ketmasligi kerak-da. Agarda men tegib ketsa, portlab ketadi barcha narsa. Men qaranglar, chunki mana bu olov chiqaradi. O'yla shahis. Aytgancha, ana qarg'a qayerga ketdi obunachilar? Men qarg'ani ko'rdim lekin adashmasam. Albatta, qarg'ani ko'rdim. G'alati. Mayli. Bo'lmasa o'zim hozir men narsalarimni nima qilsam ekan, mana bu yerda men uyimni portlataman deb o'tirgan ekan. Sanami? Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga uyni qanday qilib portlatishdi. To'xtanglar. Hop. Yaxshi, mana shuni quraman. Buzishga ulgurdim. Xo'sh. Nima qilsam ekan? Hozirda men buni uyini birinchi yo'q qilishim kerak. Albatta, uyini yo'q qilishim kerak. Ketay, hozir asamga o'ynab o'tiribsan sen. Xo'sh, yaxshi. Qarg'a qayerga ketib qolibdi? Mayli. Qarg'a bilan nima ishim bo'lma. Uyini mana shunday qilib buzaman. Mayli, nima bo'lganda ham bularni tezroq buzishim kerak. Hozir juda ham o'ylayapman-da, nima uchun meni uyimni mana shunday qilib ketdi Grifer. Hozir qaytib ham keladi. Uyimni emas, vapshitam qishloqda. Vapshe Grifer kuchayib ketibdi, obunachilar. Men bilmadim, hozir qanaydir qilib o'ylayapman, Grifer qanday qilib kuchayib ketishi mumkin deb. Mayli. Juda ham g'alati ishlar bo'lmoqda qishloqqa, boru. Bularni buzishim kerak. Bularni. Voy, qarg'a. San qarg'a bilan nima ishim bor meni? Mana bu men bilan buzishim kerak tezroq. Mana shunday qilamiz. Hop, mayli. Hop, yaxshi. Qarg'a menga qarayaptimi? Voy, qarg'a, sen men tilim tushunyapsanmi? Voy, yaxshimisan? Nima? Qarg'a, nima demoqchisan? Ovqat kerakmi? Mana don beraman, mana don ye, mana. Uzr, ustingga chiqib qo'ygan. Bu nima? Tushunmadim. Nimaga buni berding? Qo'y. Obunachilar, ko'rdinglarmi nima berdi menga? Nimalar deyapti ekan? To'xtanglar. Mana bu va mana buni berdi. Xo'sh, yordam kerakligini bildim. Sen uchun politsiya yeridan snayper o'g'irlab keldim. Omad tilayman ishlaringga. Voy, qarg'a, senga katta rahmat. Obunachilar, qarg'a menga yordam berib ketdi. Senga katta rahmat lekin. Mayli. To'xtanglar. Mana bu yerda pozitsiya egallab olishimiz kerak. U qaytib kelguncha. Yaxshi. Mana bunday qilib yopib olaman. Yaxshi, mana shunday yaxshi. Xo'p, bu tentlardan mana shuni yopib qo'ysam, u meni ko'rmaydi. Va hozir albatta obunachilar,
mana bu snayper bilan durust qilaman-da, bunday qilaman-da, shunday qilaman-da, bunday qilib durust otaman, burs ashunday bo'lib ketadi. Yaxshi. Ha, bo'ldi, kutishim kerak. Qarg'a, senga katta rahmat lekin. Obunachilar, buni qaranglar, qarg'a menga yordam berdi. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa hozir kutishim kerak. Xo'sh, yaxshi, qayerda ekansan? Sen bilan alohida gaplashaman. Xo'sh, kelmayapti hozircha. Nimaga kelmayapti ekan? Mana bu yerlarga ketib qolgandi. Yo, bu yerdamikan? Bularga yo, to'xtanglar. Xo'sh, mayli, mana shu yerda o'tirganim yaxshi. Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Xo'sh. Obunachilar kelmayapti chota. Nima bo'ldi ekan unga? G'alati, lekin men yomon anav qildim-da. To'xtanglar, bo'lmasa men tozalashim kerak. Yaxshi ehtiyot bo'lib tushishim kerak. Ana yerdagi mana buni olib qo'yishim kerak, chunki nimadir. Kel. Uy, kel. Voy, men ko'rmasin. Yaxshi. Xo'p, kel. Buni qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, nimadirlar qilmoqchi. Hozir portlatmoqchi. Buni qaranglar, yondiradigan narsasi bor ekan. Hozir men sen umringga yo'q qilib yuboraman, men sen ishonib ber borva. Bo'l. Qani? Qayerga ketdi? Yo'qotib qo'ydim. Hey. Mana. Hey, sani buni qaranglar nima qilyapti. Xo'sh. Qimirlamaslik kerak obunachilar. Qimirlamaslik kerak. Hoppa, yaxshi. Durs. Uy. Yo'q qildim. Bitta otdim, yo'q. Yo, chill bola. Chill. What the? Buni qaranglar nima qilib tasham. Boom. Короче, boom. Ko'ryapsizlarmi? Meni o'rganinglar. Uy, вообще boru. Qarg'aga katta rahmat lekin alohida. Obunachilar, sizlar Minecraftda qarg'a borligini bilarmidinglar? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Men qarg'a borligini Minecraftda umuman bilmaganman misol uchun. Mahamizdagi obunachilar, mana qaranglar, qarg'a bizga ajoyib yordam berdi va men hozir qishloqda himoya qilib qoldim. Juda ham ajoyib voqealarga boy va juda ham zo'r kun bo'ldi deb o'ylayman. Lekin agarda qarg'a bo'lmaganida bilmadim nimalar qilardim. Buni qaranglar, bunday qildim-da, qildim, mana shuni yo'q qilyapti. Ko'rdinglar, mana bu даже men qishloqiga zarar yetmadi-da, men qishloqiga zarar yetmadi. Mana bu yerdagi otga zarar yetdi. Bo'la, lekin men hozir jonivorlarni bilan qiynash niyatim yo'q, hech qanaqa unaqa niyatim ham yo'q. Shunchaki hozir sizlarga ko'rsatyapman qanchalar zo'r merganligimni. Men ham derdim. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana shahis bo'ldim. Aytgancha, o'sha gap bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va bizga tezroq 10 mingta bo'laylik-da. Mayli, xayr, sog', salomat bo'linglar. Bum.